jarayon orqali odam o'limni yengish orqali yuqori bosqichga ko'tarilishini angladim. Har bir takrorlash bilan ular portlovchi o'sishini ko'rsatadi. Muvaffaqiyatsizliklar tog'i to'plandi. Endi esa men birinchi muvaffaqiyatimni topdim. Maxluq qirol Orochi. Lekin sen undan ham kattaroq salohiyatga egasan. Qotil qirol bilan to'qnashganingdan so'ng sen birinchi devorni buzib tashlading. Maxluqlashish barqaror rivojlanmoqda. Sen kuchliroq bo'layapsan. Agar sen meni mashg'ulotlarimga amal qilsang, Orochi kabi maxluqqa aylanasan yoki undan ham oshib ketish ehtimoling bor. Kel kuchlarni birlashtiramiz. Sen eng kuchli maxluqqa aylanishing mumkin va biz birgalikda bu dunyodan har bir qahramonni o'chirib tashlaymiz. Menga sening yordaming kerak emas, hech narsang kerak emas. Men senga ko'zim tikkan paytdan boshlab rad etishingning iloji yo'q edi. Men shunchaki o'tirib, tepadan tomosha qiladigan yigitlarni juda yomon ko'raman. Menda ularni o'ldirish istagi paydo bo'ladi. Faqatgina gapirish, hattoki qimirlay olmaysan ham. Bu meni ruhiy kuchim. Mashhur jodugar opa-singillar tornado va bo'rondan ham oshib ketadi. Meni kuchlarim ma'bud darajasida. Asta sekinlik bilan, asta. Men bunga ko'nikayapman. Nega hali ham harakat qila olasan? Kim biladi? Balki bu odamlar iroda kuchi deb atagan narsadir. Uni moslashish qobiliyati g'ayrioddiy, uni bo'ysundirish shunchalik ham oson bo'lmaydi. Men senga og'riq orqali o'rgataman.